Assalomu alaykum. Sizni Deft plisosini sotib olganingiz bilan tabriklaymiz. Bu videoda qisqa qo'llanma, qaysi nasatga nima uchun ishlatiladi va ichidan chiqadigan komplektatsiyalarni tanishtiramiz va sizga tushuntirib beramiz. Birinchi bo'lib ahamiyat beradigan narsamiz komplektida o'zini mana shunaqa 3 ta butilkasi chiqadi. Bu birinchisi mo'yishi sredstasi bo'ladi. Bu juda zo'r ko'pirtiradigan gilam, divan, mebellarni zo'r qilib yuvish uchun ishlatiladigan Deft brendining o'zini mo'yishi sredstasi. Komplektida ikki xil mashinaqa kichkina idish chiqadi. Bu aroma maslalar hisoblanadi. Bu plisosni aqua box qilib, ya'ni aqua filtrni qilib ishlatishingiz mumkin. Ana shunaqa paytda bundan 1-2 tomchidan qo'shib yuborsangiz, uyingizni hidini chiroyli qilib, приятный qilib qo'yadi. Komplektida ikki xil hidi chiqadi. Birinchisi Tropic Fresh, ikkinchisi Ginger Fresh. Birinchisi gullarning hidiga o'xshaydi, ikkinchisi bu uyut atmosferasini beradigan hid. Xuddi seryozni joylarga, showroomlarga kirib qolasiz-ku, xuddi mana shunaqa hid turgan bo'ladi. Buni uyingizda keladigan bo'lsa, uyingizga kirishingiz bilan xotirjamlik hissini beradi. Komplektatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Maksimalni full komplektatsiya hisoblanadi. Deft brendi umumiy hisobda 7 ga yaqin nasatkasi bor. Bu yerda ikkiga ajratib qo'yganmiz. Bu suxoy uborka uchun va mo'yish uborka uchun alohida bo'ladi. Eng asosiy nasatkasi bu suxoy uborka uchun nasatka hisoblanadi. Bu nasatkasini bitta bossangiz, mana shunaqa shotkalari chiqadi va undan tashqari bu nasatkaning zo'r tarafi mana shu gofrasi bor. Oddiy nasatkalarda gofrasi bo'lmaydi, bu bunda ko'tariladi. Bu degani mo'shnis sasini, ya'ni tortish kuchi yo'qolmaydi, bir xilda zo'r tortaveradi. Suxoy uborkaning glavniy fishkalaridan bittasi bu pet brush nasatka deyiladi. Bu soch iplarini yig'ish uchun mo'ljallangan. Uyingizda, misol uchun, soch ipli bo'ladi, siz ko'rmaysiz, ko'zingiz ko'rinmaydi. Kimdirlar uy hayvoni boqadi, misol mushuklar boqadi. Mashina nasatkani bitta ishlatib ko'rsangiz, uyda shuncha soch bor ekanmi deysiz. Bu yana qo'shimchalardan suxoy uborkaga uglovoy nasatka, divan mebellarni yoki burchaklarni tozalash uchun. Trubkasi teleskopiskiy trubka chiqadi. Bu suxoy uborkaniki, bo'yingizga qarab turib, past baland qilib ishlata olasiz. Komplektida o'zini qopi ham chiqadi. Bu plisosga qop nimaga kerak? Bu aqua filtr ham mo'yishi bo'lsa desangiz, bu shunaqangi o'ylanganki, nimadir sinib qoldi uyingizda. Misol uchun, одноразовый musor, qo'lda yig'izmaysiz, shunda qopni qo'yasiz, hamma musor qopga yig'iladi va bu qopni yechib otib yuborasiz. Komplektatsiyasida o'zining kitoblari chiqadi, rus tilida bo'ladi. Eng asosiysi mana shunaqa garantiyali taloni. Bu 1 yil ofitsialniy servis garantiyali bo'ladi, Deft brendini garantiyasi. Mo'yish qismiga o'tamiz. Mo'yka uchun bizda ikkita alohida trubkasi chiqadi va ikkita nasatkasi chiqadi. Birinchisi bu divan mebellarni tozalash uchun mo'yka nasatkasi, ikkinchisi bu gilamlarni tozalash uchun mo'yka nasatkasi bo'ladi. Va uchinchi qismidagi nasatkasi bu suv tortish uchun. Suv tortadimi desangiz, ha, suv ham tortadi. Bu narsa to'kilib ketsa, bemalol plisosni o'zida tortaverasiz. Plisosni o'ziga o'tamiz. Bu plisosimiz Aqua Box texnologiyasi bilan jihozlangan. Ya'ni bunda ham suxoy uborka, ham aqua filtr, ham mo'yka ishlatsangiz bo'ladi. Oldi tarafidagi knopkasini bosib yoqishingiz mumkin va o'chirishingiz mumkin. Tepa qismida regulovkasi bor, mo'shnisini baland-past qilsangiz bo'ladi. Mo'yka uchun alohida motorchiki bor, buni shu yerdan o'chirib yoqasiz. Plisos 4 ta balon bilan jihozlangan. Bu degani bemalol olib yura olasiz. Buni ko'tarib yurish shart emas. O'zini vesini bemalol tortib yuradi. Undan tashqari mana shunaqa kabeli bor, 5 metr bo'ladi. Xonadan xonaga bemalol olib o'tib plisos qila olasiz. Ikkita chetida o'zini krishkasi bo'ladi. Bularni yechasiz va tepa krishkasi bemalol yechiladi. Motor o'zi kattagina, og'irgina bo'ladi. Moshniy motor hisoblanadi. Chelegini o'zi mana shunaqa katta, prozrachniy, ichi ko'rinib turadi. Musor to'lib qoldimi, to'lmadimi, mana shu qanaqa holatdaligini ochmasdan turib ko'ra olasiz. Yonida mana shunaqa maksimalniy atmetkasi bor. Mashtgacha mashina sal kamroq qilib suv quyib ishlatsangiz, bu sizga aqua filtr, ya'ni suvga musorni yig'ib beradi va changlarni chiqarib olmasligini ta'minlab beradi. O'sha suvga siz misol uchun aromaslaridan 2-3 tomchidan qo'shib turib ishlatadigan bo'lsangiz, uyingizni hidini asijdan qilib beradi. Motorni bitta ochganingizda tagida mana shunaqa filtr ham joylashgan. Bu HEPA filtr bo'ladi. Mo'yka rejimiga o'tkazish uchun bu plisosning orqa tarafida o'zini bachoki bor. Bu bachokini mana shu ochiladi. Bu bo'tga siz bemalol suv quyasiz va o'zini Deft mo'yish sredstasidan 2-3 kalpachok qo'shib yuborib turib, bemalol mo'yka qilsangiz bo'ladi. Bu plisosning yana bitta zo'r qulayliklaridan bu nafaqat changni tortadi, undan tashqari abdu funksiyasi bor. Mana orqasini yechib turib, bo'tiga shlankani o'rnatib turib yoqadigan bo'lsangiz, barglarni misol uchun ko'chada bemalol abdu funksiyasida
purka berish funksiyasi bor. Va mana bu yerda bu plisosni ponni yig'ish tushuntiramiz. Mana shlankasi bundoq tushadi va chapga bitta buraysiz va keyin tepada shlankasi bor. Buni bitta joyiga qo'yamizda, bitta o'ngga burab qo'ysa qotadi. Shlankasining uchiga mo'yka qilib ishlatmoqchi bo'lsa, bu ikkita trubkasi ulanadi. Suxoy uborka qilib ishlatmoqchi bo'lsa, bu trubkasi ulanadi. Va o'sha u trubkaning uchiga suxoy uborkaning nasatkasini taqamiz va ishlataveramiz. Yokida xuddi shu trubkalarni nasatkani almashtirib mo'yka qilib ishlatamiz. Mo'yshi nasatkalarni ponni yig'ib oldi, ko'rishingiz mumkin. Ikkita trubkani bir-biriga yig'izganmiz, shlankalarni joyiga qotirganmiz va asosiy nasatkasini taqib olganmiz. Endi biz mana shu orqa tarafiga bakiga suv bilan mo'yshi rastvorini qo'shib qo'ygan bo'lsa, tepadagi knopkasini bitta bosamiz, pompa ishga tushadi va bu yerdan suv berishni boshlaydi. Biz gilamlarni bemalol yuvishni boshlasak bo'ladi. Divan mebel yuvish uchun mana shunaqa mo'yshi nasatkasi ham chiqadi deb aytganmiz. Bu mo'yshi nasatkasini bu yerga taqamiz va mana shunisini chiqitib ulab qo'yamiz va bo'ldi. Bu yoqdan fiksatsiya bo'ldi. Xuddi shunaqa pompasini yoqamiz va divan mebellarimizni yuvirsak bo'ladi. Bu qisqacha tushuntirish videosi edi. Bu klientlarga olingan video, mana shu mahsulotni xarid qilgan mijozlarimiz uchun. Sizga bu pilisos yaxshilikka buyursin. Mabodo buni YouTube ga to'liq formatda qo'yib yuboramiz. Kimgadir qiziq bo'layotgan bo'lsa, bu pilisosimiz sotuvda bor. 1 yil ofitsial garantiyali, o'zini aroma masla, mo'yish sredstvalari bilan chiqadigan pilisosimiz $140 dan pastki kontaktlarga mabodo aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling.